Avtomobil boshqaruvchilar diqqatiga. Bitta avtomobil jarimasi bo'libdi, 10 tasini to'layman deng. Xullas, 1-dekabrdan boshlab yo'l harakati qoidalarini buzganlik uchun jarimalar miqdori oshiriladi. Oshayotgan jarimalar miqdori bilan tanishing. Kamar taqmaslik 169.950 so'm, avtomobilni hujjatsiz boshqarish 339.900 so'm, sug'urtasiz haydash 339.900 so'm, qizilda o'tish 679.800 so'm, noto'g'ri parkovka 679.800 so'm, telefonda gaplashish 1.19.700 so'm, avtomobilni davlat raqamisiz boshqarish 1.699.500 so'm, tezlikni belgilangan me'yordan 20 km/soatgacha oshirish 339.900 so'm, tezlikni belgilangan me'yordan 20 km/soat yoki 40 km/soatgacha oshirish 1.699.500 so'm, belgilangan me'yordan 40 km/soat yoki undan ham yuqori tezlikda harakatlansangiz 3.59.100 so'm, qarama-qarshi harakatlanish esa 3.399.000 so'm. Avtomobilni mast holda boshqarsangiz 8.497.500 so'm yoki 3 yilgacha haydovchilik guvohnomangizdan mahrum qilinishingiz mumkin. Oynalarni ruxsatsiz qoraytirish, ya'ni tonirovka 8.497.500 so'm etib belgilanmoqda. Agarda ushbu jarimalarni to'lashni istamasangiz, ko'rsatilgan qoidalarga rioya qiling.